Muniraxon, siz bilan kecha ham gaplashgandik. Qizingiz haqida iltimos qilgandingiz. Qizingizdan biz xabar oldik. Qizingiz shifokorlar nazoratida, yaxshi qarashyapti. Rahmat. Lekin menga ko'rsatishmadi. Hozir gaplashib olsak, balki borib birga ko'rarmiz. O'zingiz ahvolingiz qanaqa? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi. Sizga qizingizdan tashqari yana qanaqa yordam berishimni istaysiz? Erimni qamatib oling. Muniraxon, eringizni qamatishimiz uchun eringiz qanaqadir jinoyatchi bo'lishi kerak. U jinoyatchi. U qotil. Aldamayapsizmi? Yo'q. Lekin u menga qotilsan dedi. O'g'limni o'ldirding dedi. Aslida qotil o'zi-ku. Nomard, iflos. Xotinboz. Agar u uyimizni o'ylaganda edi, shu bolamiz o'lmasdi. Ish yoqmasligi, bir ish qilmasligi. Mayli, meni o'ylamasa ham mayli. Lekin bolalarni o'ylaganda ham bunaqa demasdim. Men uni qotil demasdim. O'ylamadi-ku bolalarni. Qotil bo'lmay kim u? Ayting. Demak, eri ishlamaydi. Yana bu ham yetmagandek xotinboz ham bo'lgan. Mana shu narsa bu ayolni o'zidan ketishga majbur qilgan. Hali bu yerda boshqa gaplar ham bordir. Muniraxon, eringizni xotinboz dedingiz. Eringiz sizdan oldin yoki keyin uylanganmi? Yo'q, uylanmagan. Unda nimaga eringizni xotinboz deyapsiz? Qizim, bo'ldi, qil shu telefonni. Ko'zing og'riydi. Oyi, yo'q, Ber deyapman. Ko'zingga zarari bor. Sen yoshsan hali. Qizim, ko'p telefon o'ynash mumkin emas. Ko'zing og'rib qoladi. Keyinroq o'ynaysan, xo'p? Tushunmadim. Kim bu? Nima? Kim bu deyapman sizga? Siz hali shaharga ishlaganim ketyapman deb ayollar bilan uchrashib yuribsizmi? Nega telefonimni titkilading? Nimaga tegdilaring telefonimga? Kim u deyapman? Kim u deyapman sizga? Senga nima? Siz uyalmaysizmi? Siz qo'rqmaysizmi? Kimdan qo'rqay? Sendanmi? Sen bitta to'miya bo'lsang. Ko'rmayapsan? Shaharlik. Sendan chiroyli. Ovozingni o'chirib yashamasang, dumingni tugaman. Aybim nima? Odamlarning eshigiga borib ishlab kelganimmi? Yo ro'zg'oringizni butun qilib o'tirganimmi? Yo bola tug'ib, bolangizni katta qilganimmi? Sizni yurishingizni qarang. Gapingizni qarang. Chidasang shu. Chidamasang ana bor, katta ko'cha. Keling uyimga. Uyga yolg'izman deb yalinib so'rayotgan xotinlar tiqilib yotdi. Senga chidab yashayotganimga shukr qilmaysanmi? Yur qizim.
ko'chaga chiqib ketdi. Chiroyli ayollar bilan. Hayronman shu ayollarga ham. Shunaqa chiroyi, shunaqa yurishi bilan nima meni erimga qarab qolganmi? Opa, to'g'risi, agar o'sha o'ynashi bo'lmaganda meni o'zimni suvga otmasdim. Keyin bolam o'lmasdi. Ko'rdingizmi? Ko'rdingizmi, bolamni men o'ldirmadim. Bolamni erim o'ldirgan. Hammasiga erim aybdor. Ana boring, uni so'roq qiling. Men aybdor emasman. Bolamni u o'ldirdi. Yo'q, bolam o'ldirdi. Boring ayting. Kim bor xodimlar? Topib, Hamshira! Qo'hir bolamni. Javob bersin qonunni oldida. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Tinchlansin, cho'qib. Siz ayting uni. Tez. Bolamni o'ldirganini ko'rdingiz-ku. Siz ko'rdingiz-ku. Bolamni o'ldirdi. Bolamni o'ldirdi. O'ldirdi. Yo'q, Ustoz, yaxshimisiz? Men qotilmasman. Men o'ldirmadim. Uni men o'ldirmadim. Munira, bo'ldi, tinchlaning. Siz qotil emassiz. Men o'ldirmadim. Sizni aybingiz yo'q. Siz aybdor emassiz. O'ldirmadim. Ham xotinimga, ham qizimga dori-darmon olib kelishim kerak. Ish qidirish, ishlash bilan ovoraman. Bunday tuzukroq xotinim bilan ham gaplashganim yo'q. Bolangizni o'lik tug'ilishi qattiq ta'sir qilgan. Ayolingiz undan oldin ham stressda bo'lgan. O'zini suvga tashlagani ham stressdan. Ayolingiz nega qayta-qayta joniga qasd qilishga urinyapti? O'zini suvga tashlamaganda o'g'limiz o'lmasdi. U shunga siqilgan bo'lsa kerak. Ona bo'lib turib bolamizni o'ldirdi-ku. Siz ayolingizga qattiq yomon gapirmadingizmi? Men nima deyman? Aytyapman-ku, doriga pul topish bilan ovoraman. Yaxshi, qayerda ishlaysiz? Dori-darmonga pulni qayerdan topyapsiz? Xo'sh, nima deb aldamoqchisiz meni? Eshitaylikchi yolg'oningizni. Endi ko'chaga chiqqandan keyin to'g'ri kelgan ish qilaman. Qurilish degandek. Qurilish ishi oson emas. Bir oyda qancha topasiz? Ro'zg'orga yetadi. Yaxshi, hozir ayolingizga oson emas. Unga yaxshi gapirib turing. Erkaklarning hayotida baribir begona ayollar bo'ladi. Tanishib qolishadi, telefonlashib qolishadi. Shunaqa vaziyatlar sizning ham hayotingizda bo'ldimi? Muniraxon sezib qolib, siqilib. Yo'q, men uyim joyim deydigan odamman. Muniraxonni ko'ngliga qarang. Hozir unga juda ham og'ir. Agar ayolingizga nimadir bo'lsa, siz ham javobgar bo'lib qolishingiz mumkin. Tekshirishadi, ayolingiz bilan gaplashishadi, vaziyatni o'rganishadi. Shuning uchun oilangizni birinchi o'ringa qo'ying.
Ustoz yaxshimisiz? Yuring. Nima bo'ldi? Kelib ko'rishsa, xursand bo'lishadi. Rahmat. Endi uyda o'tirishing kerak. Shuncha odam ko'z tikib turgan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men bugun musobaqada mutlaq g'olib bo'ldim. O, qoyil. Buning uchun sizlarga rahmat. Oyi, bu gul sizga. Dada, sizga esa oltin medal. Oltin medal deysanmi? Oyisi, tabriklayman. Tabriklayman bolajonim. Xursand qilding. Siz xursand bo'lsangiz bo'ldi, oyijon. Yutuqlaring bundan ham ziyoda bo'lsin. Xullas senga bitta gap aytgani keldim. O'liginam bir balo bo'lmasin. O'lishga shoshma. Qizingni o'yla. O'lsang, qizingga kim qaraydi? Men qaramayman. Haligi anavi rasm haqida kimgadir aytadigan bo'lsang, bu tentak davolanish kerak deyman-da, to'g'ri borib jinnixonaga joylashtiraman. Iltimos. Keyin qizingni umuman ko'rmaysan, tushundingmi? Shuning uchun jimgina yot. O'g'limni o'ldirganing yetadi. Alo, sevgilim, yaxshimisan? Men sizga hech qanaqa sevgilingiz emasman. Voy, Menga boshqa qo'ng'iroq qilma. bugun chap tomoning bilan turibsanmi? Aynan bugun 10 tomonim bilan turdim. Menga boshqa qo'ng'iroq qilma, tushundingmi? Sitob, ke, qo'pollashma. Meni yomon ish qilishga majbur qilmagin. Qo'limda senga qarshi nimalar borligini bilasan-a? Agar eringni yuborsam, Yubor. Aynan o'sha qo'lingdagi narsalarni o'zingga qarshi ishlataman, bilib qo'y. Ustingdan ichki ishlarga yoz beraman. Meni shantaj qilayotganingni, oilamni buzishga harakat qilayotganingni hammasini yotig'i bilan tushuntirib aytaman. Tushundingmi? Agar o'zingni qamoqda ko'rishni istamasang, menga qo'ng'iroq qilishni bas qil. sevgilim, nimalar deyapsan? Qachon oilayni buzishga harakat qildim? Qachon senga yomonlik qildim? Doim sen haqingda o'ylasam, menga unaqa jabr qilmagin. Senga telefon qilma dedim. Sen bilan gaplashadigan gapim yo'q. Agar yana bir marta menga telefon qilsang, o'zingni ichki ishlar idorasida ko'rasan. Alo. Alo. Buni nima jini urdikana? Mushuk o'zicha sherga aylanibdimi? Sen mendan yuz o'girsang, men pulni qayerdan olaman? Erimga yuborsang, o'zingga qarshi ishlataman dedimi? Boshimga bitta balo ortib olmasam bo'ldi. Ha, voy. Xotinim bilan bolamni olib chiqishim kerak-ku, shifoxonadan.
Pul kerak, endi nima qilsam ekan? Xudoga shukr. Yana urishib tashladim. Odam yonida suyangani bo'lsa, baribir qo'rqmasdan gapirarkanda. Shu paytgacha Diyor akam bilib qolsa o'ldiradi deb qo'rqib yurgan ekanman. Mana Diyor akam bir og'iz qo'rqma, men borman deganlarga botir bo'lib qoldim. Endi qo'rqmayman. Aslo qo'rqmayman. Nima bo'lishidan, qanday voqea bo'lishidan qat'iy nazar xo'jayinimga hammasini aytaman. Munira, eringiz zulm qilayotgan bo'lsa, ochiqchasiga aytavering. Bizga hammasini ochiq-oydin ayting. Agar yolg'on gapirsangiz, biz sizga yordam bera olmaymiz. Agar hammasini ochiq-oydin aytsangiz, biz sizga yordam beramiz. Ha? Aldamoqchi bo'lyapti. Yo'q. Haligi erim yaxshi opa. Qizim tuzalib ketsa bo'ldi. Muniraxon, kecha eringizni xotinboz dedingiz. Eringiz boshqa ayolga uylanganmi? Haligi anavi rasm haqida kimgadir aytadigan bo'lsang, bu tentak davolanish kerak deyman-da, to'g'ri olib borib jinnixonaga joylashtiraman. Keyin qizingni umuman ko'rmaysan. Tushundingmi? Shuning uchun jimgina yotgan. O'g'limni o'ldirganing yetadi. Yo'q. Xotinboz demadim shekilli. Menimcha jahl ustida aytib yuborganman. Nega xotinboz bo'lsin? Juda mehribonlar. Haligi kechasi ham meni kelib ko'rib ketdilar. Xotinboz emaslar. Menga qarang Munira. Bizdan hech narsani yashirmang. Biz sizni himoya qilishga tayyormiz. Himoya orderi ham olib berishimiz ham mumkin. Agar eringiz urayotgan bo'lsa, uni ham chorasi bor. Yo'q, opa, yaxshilar. Faqat men qizimni olib ketsam bo'ldi. Iltimos, uni menga olib kelib beringlar. Erimga berib olmaysizlarmi? Keyin opa, meni jinnixonaga berib yubormanglar. Men yaxshiman. Hammasini eslayapman. Muniraxon, siz yaxshilab davolanishingiz kerak. Sizga tinchlik, xotirjamlik, parvarish kerak. Qizingizni ko'rdingiz, u yaxshi. Ko'rdim, Xudoga shukr, yaxshi ekan. Ustoz, qizingiz yaxshi. Shuning uchun xotirjam bo'ling. Qizingizni faqat sizga beramiz. Xudoga shukr. Siz yaxshilab dam olishingiz kerak. Mazza qilib ovqatlanishingiz, uxlashingiz, tabiatni qo'ynida yurishingiz kerak. Qani o'sha ovqat, opa? Qani o'sha uyqu? Bu ovqat qilishim uchun bozor qilish kerak. Bozorga esa pul kerak. Pulni ishlab topish kerak. Yosh bola bilan pul topib bo'ladimi, opa? Qiziq gaplarni gapirasiz. Alo, Alo. Ziyodning raqamimi bu? Ha, menman Ziyodulla. Siz kimsiz? Men Diyorman. Uchrashib, gaplashib olishimiz kerak. Qaysi Diyor? Kechirasiz, tanimadim.
Ha, tanimaysan. Hozir o'zimni tanishtiraman. Tanishtiring o'zingizni. Kimsiz? Men sen qo'rqitib, pulini olib yurgan Sitorani yeriman. O'ldim. Meni so'yib ketadi. Alo, Ha? Qo'rqib ketdingmi, maraz? Qo'rqoq. nimaga qo'rqar ekanman, ey? Telefonim o'chib qoldi. Nomard. Pastkash. Kel men bilan. Qaysi diyor? Kim meriman deding? Sitorani yeriman. Men hech qanaqa Sitorani tanimayman. Tan olmayman. Tanimayman deb turaveraman. Ish qilib uyga kelmasa bo'ldi. Dilorom Hamidovnani mazasi yo'q. Davolanayotganda shunga birga keluvdim. Meni xabarim yo'q ekan bu narsalardan. Bo'lmasa chaqirtirmasdim. Ana. Yaxshimisiz? Ha, Keling. yaxshiman. Opa, Bilmabman, o'tiravering. Diloram. Ahvolingiz yaxshimi? Bilmabman. Bo'lmasa chaqirtirmasdim. Opa, xijolat bo'lmang. O'zim shu yo'lni tanlaganman. Biroz ish bilan chalg'iyman deb. Yaxshimisiz? O'nglar nima qilamiz? Opa, iloji bo'lsa uni reabilitatsiya markaziga joylashtirishimiz kerak. Keyin unga psixiatr ham zarur. Asablari juda ham yomon. Ha. Mayli. Opa, buyog'iga erini yana ham chuqurroq o'rganishimiz kerak. To'ppa-to'g'ri. O'rganamiz. Sitora. Men haqimda eriga ayta olmaydi. Har qanday ayol eridan qo'rqadi. Sitora aytmagan bo'lsa, eri qayoqdan bildi? Menimcha Munira sotib qo'ygan. Ana u xotin qizlardagi ayol ezib savol bergan bo'lsa sotgan. Keyin ular Sitorani eriga aytishgan bo'lsa kerak. Munira. Ayolingizni qo'rqitib pul olib yurgan ekanmi? Ha, Ayolingiz nega sizga aytmagan? xotinim qo'rqqan. Hattoki o'zini o'ldirmoqchi ham bo'pti. Hali ham kallasi ishlab psixologga boribdi. Psixolog hamma gapni eringizga ayting debdi. Ayolingiz keyin sizga yorildimi? Ha. Uyda katta janjal bo'ldi. Xullas, men ishonmadim. Keyin o'sha psixolog bilan gaplashdim. Hamma gapni bilgach, yoningizga keldim. Demak, qo'lingizda dalillar ham bor, a? Bor. Agar telefon kompaniyaga murojaat qilsak, yozishmalari ham chiqadi. Keyin ayolim uzugini ham bergan. Allaqachon uzugini sotib olgandir. Agar topsak har holda u ham daliliy ashyo bo'lardi. To'g'ri. Surishtiramiz, tekshiramiz. Firibgarligini, tovlamachiligini aniqlaymiz. Siz avval ariza yozib bering. Firibgarlar negadir hozir juda ham ko'payib ketdi. Mana ariza yozib bersangiz, qonun doirasida sidqi dildan belgilangan tartibda ish olib boramiz. Agar rostdan shunaqa ish bo'lgan bo'lsa, javob beradi. Xo'p bo'ladi.
Munira, Assalomu alaykum. alaykum. Dori ko'llaring palon-pul bo'lib ketgandir. Meni to'lashga pulim bor ekanmi endi? Uyda ham yeyishga hech narsa yo'q. Bu yoqda ham hech narsa yo'q. Kecha och bo'lib uxladim. Sen ham yotavermay chiqsang bo'larmidi? Yaxshi bo'lib qolding-ku? Uyga borsak, yaxshilab gaplashib olishimiz kerak o'zi. Menga qara. Ana telefondagi rasmlarni hech kimga ko'rsatmaganmiding? Hech kimga aytmaganmiding? O'ldirib qo'yaman aytsang. Bilasan-a? Aytganmisan? Aytganmisan yo'qmi? Gapir. Nimaga indamaysan? Ustoz, yaxshimisiz? Ha, yaxshiman. Ustoz, menimcha endi ishlamaganiz ma'qul. Tasavvur qil. Shu ahvolimda uyda yolg'izman. Qanaqa ahvolga tushaman? To'g'ri aytyapsiz. Kasal odam yolg'iz qolsa ham bo'lmaydi. Ha, ayniqsa men kabi kasallar. Ofisga keling, mijozlar bilan ishlang. Lekin bunaqa yurish bo'lmaydi, ustoz. O'zi qarang, qo'lingiz ham yo'q. To'g'ri. Muniraga o'xshagan ayollarni tashlab ham qo'yib bo'lmaydi-da. To'g'ri, siz haqsiz, ustoz. Har tomonlama haqsiz. Lekin maziz bo'lmaganiga juda xavotirdaman. Xavotir olib nima qilasan, Dilxush? Mana senga suyanib yuribman. Rahmat. Mayli, ketdik. Ustoz, keling. Mashinani men hayday qolay. Haydaysan? Ha, keling. Rahmat. Oy. Hammani o'ziga qaratibdi. Munira yaramas. Hamshiradan tortib vazirlikni xodimlarigacha uni yonini olyapti. Hoynahoy hammaga meni yomonlagan. Erim ishlamaydi, o'ynashi bor, shuning uchun o'zimni suvga otdim degan bo'lsa kerak. Shuning uchun hali bunisi meni bezovta qilyapti. Munirani tezroq uyga olib kelib, og'zini yopmasam bo'lmaydi. Indamasam sudga ham beradiganga o'xshaydi. O'zi telefonimni yoqishga ham qo'rqib qoldim. Sitorani erini deb. Bir boshimga shuncha tashvish. Oxirgi paytda shuni ham tili chiqib qoldi. Jimgina aytganimni qilib, pul berib, tilla berib yurgandi. Endi nima qilsam ekan? Bundan foyda yo'q. Eri yana meni o'ldirib ketmasa, biroz vaqt telefonni ham yoqmay turishim kerak. Sitorani eri yana telefon qilib qolsa-chi?
Bugun ichki ishlarga borgandim. Ana u firibgarning ustidan yozib berdim. Yozgan SMS-larni o'chirib yuborganini aytdim. Kompaniyadan olamiz deyishdi. Keyin ana u tergov vaqtida uzugin sotgan odam topilsa, agar uzugin topilsa dalil bo'larmish. Ana u odam keyin qamalishi ham mumkin. Qamalsa qamalsin, yaramas. Bo'lmasam, nechta ayolni qo'rqitib yana pulini oladi. To'g'ri. Sizga rahmat. Meni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun. Arzimaydi. Bo'ldi. Esdan chiqar. O'g'limiz bog'chadan keldimi? Yo'q hali. Dilorom, Dadasi ketdikmi? Dilorom, ki bugun dam ola qol. Unaqa qila olmayman. Aytdim-ku, Munirani yonida bo'lishim kerak. Unga yordamim kerak. Dilorom, o'zingni sog'liging izdan chiqqan. U qanday yordamga muhtoj bo'lsa, sen ham xuddi shunday yordamga muhtojsan. Bobur aka, meni yonimda siz borsiz. Munirani yonida sizdek suyanchiq yo'q. Eri razil odam. Axir mazang yo'q-ku. Yo'q, ofisda o'tirishingga qarshi emasman, lekin xotin-qizlar qo'mitasi yoki shifoxona o'rtasida yurib yiqilib qolishing mumkin. Dadasi, yuring, ishga kech qolyapmiz. Yura qoling. Humoyun, bolam, tura qol. O'qishga kech qolasan. Turib eshikni qulflab ol. Ziyod! O Ziyod! Hozir. Qalaysan? Yaxshi. Haliyam uxlayapsanmi? Telefoning ochiq. 1000 marta qo'ng'iroq qildim. Oxiri keldim. Ozgina charchagandim. Nima ish qilib charchading? Endi nimasini aytasiz? Uy bilan shifoxona, shifoxona bilan uy o'rtasida qatnaverib, o'zingiz tushunasiz-ku endi. Menga tumandan qo'ng'iroq bo'ldi. Seni ichki ishlarga chaqirishyapti. Nimaga? Ustingdan shikoyat arizasi tushgan. Qanaqa shikoyat? Shuni bilish uchun ichki ishlarga borishing kerak. Shuni aytgani kelgandim. O'tarsan yoki kiyinib chiqsang, birga boramiz. Aka, men hozir shifoxonaga borishim kerak. Keyin boshqa safar borsam bo'ladimi? Bo'lmasam, shifoxonadan chiqib o'zing o'tarsan. Hop, Men borib turaman. hop. Faqat telefonni yoqib qo'ygin. Bo'pti. Mayli. Muniraxon, sog'lig'ingiz ancha tiklandi. Qizingizning ham ahvoli yaxshi. Endi uyingizga qaytishingiz mumkin. Rahmat sizga. Endi menga bor gapni ayting. Agar muammo uyingizda eringiz bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa,
ahvol mana shunaqa davom etaveradi. Men sizga dushman emasman. Sizga yordam bermoqchiman. Sizga yordam berish uchun qo'l cho'zyapman. Siz ham menga qo'lingizni uzatishingiz kerak. Esingizda bo'lsa, birinchi suhbatimizda eringizni xotinboz degandingiz. Kundoshingiz bormi? To'g'risi bilmayman. U menga hech qachon hech narsa demagan. Lekin telefonida bir ayol bilan birga tushgan suratini ko'rgandim. Balki u ayol qarindoshidir. Yo'q. Qarindoshlarini bilaman. Undan keyin u haqida gapirib so'z boshlaganimda ovozingni o'chir. Agar yana bir narsa desang, shuni olib kelib uyga qo'yib seni javobingni beraman degan. Eringiz qayerda ishlaydi? Ishlamaydi. Ha, unda tirikchiliginglar nimadan? Men duch kelgan ishni qilaman. Kimdir tomorqasida ishlatadi. Kimdir uyini tozalatadi. Kimdir ko'rpa qavitadi. Eringiz-chi, eringiz ham mana shunaqa ishlar qiladimi? Eringiz umuman ishlamaydimi? Yo'q. 2-3 marta uzoqroqqa ishlayman deb ketgandi. Unda ham ko'p ishlab kelmadi. O'sha kuni yo ertasi kunimi qaytib kelgandi. Menimcha, o'sha borganida o'sha yengildak ayol o'ynashi bilan uchrashib kelgan shekilli. Demak, siz homilador holingizda ham pul topgansiz. Ham ro'zg'or tebratgansiz, ham farzandingizni boqqansiz. O'sha rasmni ko'rganingizdan keyin o'zingizni suvga tashladingizmi? Unda nima uchun tashladingiz? Alam qildi. Alam qildi, opa.